Kiring. Assalomu alaykum ustoz. Va alaykum assalom. Keling, o'tiring. Yaxshi keldingizmi? Darslarni yaxshi tamomlab keldingizmi maktabdan? Xo'sh, bugungi darsimizga tayyormizmi? Uyga vazifalarni bajarib keldik, to'g'rimi? Xo'sh, shunday bo'lsa, bugungi darsimizni boshlaymiz. Notalaringiz, daftarlaringiz, hamma narsaga olib kelgansiz. Dars qurollaringiz bor, to'g'rimi? Ketdik, unday bo'lsa, bugungi darsimizni boshlaymiz. Mana gammalarni chalib qo'limizni qizdirib ham oldik. Endi Manija, o'tgan darsimizda qaysi asarni o'tgandik? Goodbye asari. Kasb xizmat ashulasi sanog'i 4. Qani ijro qilib beraylik qani asarimizni? Bugungi bahoyingiz 5 Manija. Bundan keyin kamchiliklarni aytib o'tdim. Mana shu kamchiliklarni to'g'rilab, yanada chiroyli qilib chalib berishga harakat qiling. Bugungi asarimiz etyud. Agi etika musiqasi. Sanog'i 204. Kaltol bitta fa diez belgisi bor. Asarimizda qaysi tonlikda yozilganini tahlil qilib olamiz. Kaltol bitta fa diez belgisi bor. Demak, asarimiz sol notasidan boshlanib, sol notasida tamomlanyapti. Demak, asar sol major tonalligida yozilgan. Major bo'lgandan keyin, demak, quvnoq tarzda ijro etiladi bu. Asarimizda dinamik belgilardan legato belgisi bor. Xo'sh, yana liga belgilarimiz bor. Undan keyin alteratsiya belgilaridan diez belgisi bor. Diezning vazifasi nima qiladi? Yarim ton tovushni ko'taradi. Bu yerda yana forte, balandroq. Mana bu yerda ham forte belgisi baland. Dinamik belgilarga kiradi. Mezzo forte belgisi bor. Bu yerda mana qanday belgilarimiz bor? Pauza belgilari bor. Pauza paytida nima qilinadi? To'xtaladi. Bu to'xtash